yüzüge bo'ldi g'ulom kamtarin bir ishga qilib she'rin maqoling orzu. Bolaligacha yaxshi yuvosh bola bo'lgan, tinmay dars tayyorlardi. Uyga kirib o'tirib dars tayyorlardi. Professor chiqib jinday ish qilgan deyardim kichkinalikda. Xudo niyatimga yetkazdi. Hazillashib etgan bo'lsam ham mana Xudoga shukr professor bo'ldi. Xursandman juda bolalardan. Onasi niyat qilgandek bo'ldi. U vaqti kelib professor maqomini egalladi. Bugun uni ko'pchilik fidoyi tilshunos, mahoratli tarjimon, iste'dodli qalamkash sifatida e'tirof etadi. 50 dan oshgan bu ziyoli insonni kim tanisa, uning tabiatan og'ir bosiqligi haqida alohida ta'kidlaydi. Ma'rifjon nomiga munosib yigit, nomiga munosib olim. Ma'ruf degan so'zning ma'nosi tanilgan, mashhur tarzda izohlanadi. G'iyosul lug'atda uning yaxshi, ezgulik degan ma'nolari ham qayd etilgan. Ko'rishda e'tiboriga tortmasa hamchi, lekin o'zidagi o'sha haligi nima deydi, og'ir vazminlik bilan shu teran bir aqlli ko'z bilan qarab turishi bilanchi insonni o'sha birinchi kursligidayoq jalb qilgan. Ustozning eng ma'qul bo'lgan xislatlaridan biri samimiylik. Men o'ylab qolaman, ba'zida o'sha Ma'ruf akani ham qachondir jahli chiqarmikin? Bir achchiqlanib, kimdandir jahli chiqqan holatlari bo'larmikin? Chunki mana shuncha yildan beri hech bir mana shu holatga men guvoh bo'lmadim. Doim o'sha samimiylik, har qanday vaziyatda o'sha vaziyatni muloyimlik bilan yechish holatlari bizga o'rnak bo'lgan. Ma'rufjon Yo'ldoshevni men kim sifatida bilaman? Birinchi galda samimiy inson sifatida bilaman. Har qanday holatda talabalarni bo'lsin, do'stlarni bo'lsin, ustozlarni bo'lsin, tanigan, tanimaganlarni bo'lsin, qo'ldan kelgan yordamni ayamaydigan bir samimiy inson. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi Jiydali qishlog'i ahli Yo'ldoshevlar oilasini doim hurmat bilan tilga oladi. Muhammadjon aka va Kimyonisa opa voyaga yetkazgan 5 nafar farzand ham ota-ona ishonchini oqladi desak, yanglishmaymiz. Ma'rufjon oiladagi 3-farzand. Bugun u opalari, singlisi va ukasi uchun mehribon, g'amxo'r jigar sanaladi. Qahramonimizni bolalik damlari bilan bog'liq xotiralari ko'p. Mana shu bizi kanal. Bu Farg'ona katta kanaldan olib keladi. Shu kanalni bu chetidan u cheti shunaqangi olis tuyulardiki, menga suzib o'tish mumkinmikan derdim. Shundan suzib o'tadigan yoshi katta bolalarni ko'rganda, bular qanday bir kuchga ega ekan, mana shu sohildan u tomonga suzib o'tdi degan bir faraz surardim. Juda katta, oxiri bir adoqsiz narsa bo'lib ko'rinardi. Hozir mana ko'ring, bir sakrab o'tish mumkin bo'lgan darajada. Kanal bizni doim o'ziga tortib turadigan bir balandlik joydan o'tganida bu. O'sha mol haydab kelamizmi, o't o'rgani kelamizmi, kelganda albatta mana shu kanalda atrofida chizilib o'tirib butun bolalar kimlardir suzishni biladiganlar shu yerda cho'milardi. Cho'milishni bilmaganlar sohilda o'tirib mana shu yerda suvni tomosha qilardi. Bu biz uchun juda maroqli bir joy edi bu. Hamma talpinadigan bir joy edi. Bir kun kirsa, engni o'sharoqmi bilmayman, bitta kaptar kelib qo'nibdi boshiga. Chop chiqib keyin menga boshimga baxt qushi qo'ndi dedi. Ilohim baxt qushi qo'nsin, omadingni bersin dedim. Bolalikni xotirlaganda men eng ko'p dadam bilan bog'liq xotiralar meni nima qiladi, ko'zimning oldidan ketmaydi. Chunki dadam erta ketib kech kelardi va o'sha agronom bo'lishlarida paxta dalalarida ba'zan qolib ketishga to'g'ri kelardi. Hatto bir marta o'sha dalada shunchalik charchab uxlab qolganida tepasidan o'sha aeroplanda dori sepib o'tib ketgan va dadam uzoq davolangan. Masalan, soat nechta kelishidan qat'iy nazar men uxlamay kutardim. Yoki meni uyg'otib albatta aylantirib nima qilib
chiqardik. O'sha kutish degan so'zni men ma'nosini o'sha dadamni kutish bilan nima qilaman. Shuning uchun o'zim farzandlarimga kelganda mumkin qadar ko'proq vaqt ajratishga harakat qilaman. Shu kutish, chunki bolalarda otani kutish bir boshqacha bo'ladi. Onam bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlaganlar to nafaqaga chiqqunlarcha juda ham ko'p ertak, juda ham ko'p haligi rivoyatlar, xalq kitoblarini nihoyatda bilimdon ayol. Men esimni taniganimdan beri uyda o'sha qo'lyozma kitoblar, haligi sarg'ayib ketgan nimalar bo'ladi-ku, litografiyada chiqqan kitoblar, ana shunday kitoblar juda ham ko'p bo'lgan. Ularni buvilari katta otim bo'lgan. O'shaning uchun eski yozuvni nihoyatda yaxshi o'qiydilar. Hozir ham bir haftada Qur'oni Karimni bir o'qishda bir haftada tugataveradilar. Har hafta yangitdan boshlab, yangitdan har tugatganda yangitdan bir yana hayot boshlayotgandek bir jiddiy jahd bilan o'qiydilar har doim. Rivoyatlarni gapirib berayotganda shunchaki ertaga ketayotganda emas, juda aziz odamlar haqida gapirayotgandek gapirib berardi. Masalan, Ibrohim Adham haqida gapirayotganda, o'sha Ibrohim Adham bizga juda yaqin bir odamga o'xshab ko'rinadi. Shunaqa yaqin, hammani yaqin qilib ko'rsatardi. Shuning uchun kitob o'qiyotganda men ham kitobning ichida yashashni o'rganganman. O'sha biz kichkina bo'lganmizda juda baland ko'rinardi. Hozir qarasam, men masalan doskaga artishga ham bo'yimiz sakrab nima artardik-da, shu darajada. Hozir Ma'rifjon maktabda darslarni yaxshi o'zlashtirishi-yu namunali xulqi bilan tilga tushdi. Shu bois Artek nomi bilan mashhur bo'lgan Butun ittifoq pionerlar lageriga borishga ham u eng yaxshi nomzod edi. O'shanda qahramonimiz 7-sinfda o'qirdi. Direktorimiz Ra'no opa, Sodiq degan juda ham ma'rifatli bir ayol bor. Men shukr qilaman, mana shunday biz maktab o'qituvchilarimizdan boshqacha bo'lganda bir kun chaqirib Artekka borsan, Artekda nimaligini ham bilmayman men. Bu boshqa joyda, uzoqroq bir joyda ekan. Bu mayli boraman. Uyga kirib aytsam, dadam ayam ko'nmadilar, lekin dadam boradi dedi. Hech muammosi bo'lmaydi, boradi. Shu bilan hali rus tilini ham bilmaysiz, qishloqda rus tili ham yo'q-ku. Kavkazda bo'lgan bu nimasi Artega juda sanoqli odamlar borardi. Shunda biz onamiz rahmatli juda sodda ayol bo'lgan. Qayerga ketdi desa, shuna Artekka ketdi, dam olgani lagerga. Qanaqa yerda desa, u lager shunaqa katta dengizlarning bo'yida. Mayli shunaqa qilib dam olishib, dengizlarni ko'rib keladi desa, Ma'rifjon dadasiga akamga, "Ha, billa bormabsan-da, suvga, dengizga tushib ketmasin u." deb so'kkan. Artekda men yana bitta narsani o'rganganman. Ba'zan masalan o'qib yuraverardik-da, lekin shuni yozish kerakligini o'rganganman. Qanday? Har kuni o'sha guruh murabbiysi o'qigan narsamizni, bugun ko'rgan narsamizni yozinglar derdi. Hamma o'zini tilida yozsin derdi, yozardik. Men ham yozardim. Qarardim. Endi u rus ayol. Lekin xuddi tushunadigandek eng chiroyli shaklda o'zimcha chiroyli so'zlar topib, boshqa qilib, badiillashtirib yozishga harakat qilganman. Demak, odam o'qigan narsasi haqida ham fikr yozib qo'yish kerak. Bir narsadan ta'sirlanganligi, bir narsadan ko'rib hayratga tushgani, bularni qog'ozga tushirsa, sekin-sekin o'zini o'sha so'zlarga muhrlangan bir dunyosi o'rtaga chiqar ekan. O'shani sezdim. Mana sizlarni maktabini ko'rgani keldi, sizlarni ko'rgani keldi. To'g'risi, bu bolalarning ichidan ham juda ko'p chiqish kerak. O'quvchilik kezlari o'qituvchining kelajakda qaysi kasbni tanlaysan degan savoliga Ma'rifjon o'ziga xos javob qaytargan. Bu ham go'yo taqdirning bir belgisi edi. Men ham o'sha bolalikda qilgan orzularimdan bittasi filolog bo'laman degandim. Fizik o'qituvchimiz bunaqa kasb yo'q degan edi. Bunaqa kasb yo'q. Ona tili adabiyoti o'qituvchi bo'laman degandek. Yo, men filolog bo'laman. Filolog degan so'zni o'qiganman-u, nima ekanligini yaxshi bilmagan bo'lsam ham, negadir filolog bo'laman degan bir orzuni o'zimga maqsad qilib qo'ygan ekanman. Shu bilan taqdir o'sha aytilgan so'zlarni taqdiringga aylantiradi degan gap bekorga emas ekan. Sizlar o'qigan davrlar butunlay boshqa davr edi. Misol uchun siz o'qigan sinfda
eng to'polonchi sinf bilan o'qigansiz. Sheriklar hammasi to'polonchi, o'qiydigan bolalar sanoqlidilaring. Faqat sizlarga qarab dars berar edi deyman, o'qituvchilar hamda endi bular mana eshityapti, tinglayapti, javob beryapti deb nima qilishlarini ko'rib o'zim aytamanki, hozir repetitor kuchayib ketdi. Lekin repetitorsiz ham mana olim darajasiga bordingiz. Ma'rufjon Yo'ldoshev 1990-yili o'rta maktabni kumush medalga tamomlab, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutiga o'qishga kirdi. Mana shu talabalik davrida ham yarq etgan talaba edi Ma'rufjon. Talabalar masalan juda ko'p talabalarni o'qitasiz, muloqotda bo'lasiz, lekin ma'lum bir talabalargina esingizda qoladi. Ma'rufjon mana shunday ustozlarning yodida, esida qoladigan bir yuqori saviyali, ilmli, mana shunday bir inson. Men yodimda mana shu yerlarda biz o'qishni boshlagan Ma'ruf bu 90-yillar, o'tgan asr 90-yillar boshlari Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetida men ham endi yangi ishga kelgan paytlarim edi va talabalar bilan ishlash juda qiziq edi. Ana shu paytda siz yaxshi bilasiz, o'sha qayta qurish oshkoralik yillaridan keyin o'sha yangicha fikrga, adabiyotshunoslikda hali o'rganilmagan masalalarga qiziqish juda kuchli bo'lgan. Ayniqsa o'sha paytlarda Najmiddin Komilov ko'p davralarda tasavvuf va tasavvuf adabiyotidan yaxshi ma'ruzalar qilardi. Bir kuni xonada o'tirganimda juda yosh, nozik bir yigit kirib keldi. Qo'lida adashmasam, yo uni qo'lida, yo meni qo'limda Bertelsi Sufizm и sufistская literatura, tasavvuf va tasavvuf adabiyoti kitob bor edi. Men tasavvuf o'rganmoqchiman dedi. Da shu bilan kirib kelgan birinchi Ma'ruf va shundan keyin men aytdim Bertelsi o'qish kerak, chunki boshqa manba yo'q edi hali. O'zimizcha gapirdik, men ham hali juda o'ylayman, tasavvuf u qadar chuqur bilmagan bo'lsam kerak, o'zim ham o'rganayotgan paytlarim va shu bilan ancha gaplashdik-da, Ma'ruf chiqib ketdi. Orada yana bir necha marta kelgan bo'lishi mumkin, lekin men Ma'rufni qiyofasini, bir toza nigohlarini o'shanda ko'rganman-da, keyin qiziqligi oradan shuncha payt o'tib hozir ko'rganimda ham mening tasavvurimda o'sha Ma'rufni o'sha nigohi bor-da, nigohini ko'raman-da Ma'ruf bilan so'zlashganimda. Chunki Ma'ruf deylik bilim olib, bilimi ortdi, tashqi ko'rinishlari ham o'zgardi, ulg'aydi. Mana hozir bir professor darajasiga yetdi, lekin shaxs sifatida uni ichkarisida bir botiniy bir tozalik, poklik bor-da. Mana shu Ma'rufni ko'rganim va bugungacha holatini shuni tasavvur qilaman. Hayotini tilshunoslik bilan bog'lashga qaror qilgan qahramonimizda 1992-1994-yillari Turkiya Respublikasining Izmir shahridagi Ege universitetida tahsil olish niyati paydo bo'ldi. Birinchi oyda qaytib borgan bolalar bor, juda ko'p bolalar qaytib ketdi sharoitlarni ko'rib. Lekin biz qoldik, o'qidik. Undan keyin o'qishni 2 yil o'qigandan keyin qayta Farg'onada o'qishga to'g'ri keldi. Birinchi o'zi o'qishga kirayotganda men shunday tasavvur bor edi, bitta joyda o'qib qolmaslik kerak. Odam kamida ikkita joyda o'qish kerak derdim. Nimaga? Chunki 2-kurs, 3-kurs bo'lganingizda endi siz bu yerdagi o'qituvchilarni ham bilib bo'lasiz, sharoitlarni ham bilib bo'lasiz. O'zingizni isbotlashga harakat qilishlar, bu narsalar qolmaydi. Shuning uchun boshqa joyga borganda yana noldan boshlanadi degan tasavvur bo'lardi. Endi taqdir 3 ta universitetda o'qish imkoni berdi ana senga deb. Keyin Farg'onada yana noldan boshlashga to'g'ri keldi. Endi bu har uchala universitet ham menda farqli jihatlarni namoyon qilish imkonini yaratdi. 1996-yili mazkur o'quv dargohini imtiyozli diplomga tamomlagach, shu yili Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining o'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchi lavozimida ish boshladi. Bizni kafedramiz o'sha paytda juda buyuk ustozlar, o'sha Rossiya Fanlar akademiyasini, o'sha akademigi Mazlum Asqarova boshchiligidagi Natam Mallayev kabi ustozlar, Muhabbat Ahmadboyeva kabi ustozlar, Homidjon Homidiy, Asl Rashidov kabi bir qator ustozlar va bizni kafedramizda Hasanboy Jamolxonov, Rixsivoy Yunusov, Abdurahim Saidniyozov
Qalandar Sapayev kabi ustozlar bilan bir qatorda o'sha eng yosh ustozlar sifatida men hamda Ma'rifjon Yo'ldoshev kafedrada o'sha birgalikda faoliyat ko'rsatganmiz. Ma'rifjon shu auditoriyaga kirishi bilan bizdagi mavjud bir an'analarni qanaqadir o'ziga xos tarzda buzib tashladi. Bizda har doim mana shunday akademik darajada juda ham yuqori va ustoz va talabalar o'rtasida qandaydir o'sha ustozlarga nisbatan bir o'zini fikrini erkin ayta olmaslik yoki bo'lmasam ularni juda qattiq chuqur hurmat qilish kabi bir o'zbekona madaniyat juda ham yuqori darajada edi-da, lekin Ma'rifjon qandaydir mana shu jarayonga bir o'ziga xos havo olib kirdi, ya'ni bir samimiyat, yaqinlik, talaba va ustozlar o'rtasidagi bir katta devorni qanaqadir buzib tashlab ular bilan muloqotda bo'lish. Talabalar o'sha Ma'rifjonni juda ham yaxshi ko'rishardi, darslarni intiqlik bilan kutib o'tirishardi. Men buni juda ham uzoq kuzatganman va guvohi bo'lganman. Va Ma'rifjon mana shu talabalarni shu dardi qayerda, qiziqishi qayerda, o'sha hammasini o'sha bilgan holatda o'zini faniga qiziqtirib dars o'tardi. O'zbek tili adabiyoti fakultetida ishlab yurgan paytlarida talabalarni ilmga jalb qilishda juda ko'plab mana keyinchalik o'sha talabalarni olim bo'lib yetishda Ma'rifjonning hissalari katta. Ana o'sha hali hech qaysi fakultetda bo'lmagan o'sha talabalarni ilmiy ishga yo'naltiruvchi bir izlanish degan bir haligi ilmiy to'plam tashkil qilgan. Bu Ma'rifjon tashkil qilgan bu to'plamni va o'sha paytda bu izlanish to'plamining bir necha sonlari, bir 10 dan ortiq sonlari e'lon qilingan. Mana shu to'plamga maqolalar kirgan juda ko'plab talabalar keyinchalik mana o'sha olimlik maqomiga yetishdi. Albatta, bu o'sha Ma'rifjonni o'sha talabalar bilan ishlashdagi mahorati. Har doim o'sha Ma'rifjonning atrofida mana o'sha talabalar doim girdi-kapalak giryon bo'lib yurardi. Chunki qachonki pedagog o'zini talabalariga bir devor qo'ymasdan bir muomalada bo'ladigan bo'lsa, albatta talaba o'sha ustozni xush ko'radi. Har doim o'sha talaba o'zining dardini aytadi, o'zining muammolarini aytadi. Mana shu jarayonda Ma'rifjonni alohida ta'kidlab o'tgan bo'lardi. Masalan, ertalab turdingmi, ishqaring og'rimayaptimi, bu baxt. Ishga boryapsanmi, bu ishlash ham baxtda. Shu ishdagi baxt bizga nasib qilgan Ma'rifjon bilan menga. Ish bilan-ku, lekinchi ish qachon juda chiroyli, go'zal ketadi, qachonki o'sha yerda bir-birini tushunsa inson. Ish jarayonida ketadigan har qanaqangi muammolarni, har qanaqangi o'sha qilinadigan harakatlarni hammasini chiroyli hal qilishga, o'lchab, me'yorda shunaqa bir ajoyib ishlash jarayonida ikkalamiz bir-birimizni juda chiroyli tushunib ishlaganmiz. Men ham, Ma'rifjon ham dekan muavini sifatida ishlaganmiz o'sha yerda. Bu ishlash jarayoni menga juda kuch, juda bir quvonch baxsh etardi-da. Xuddi ona bola bir-birini qanchalik suyab, bir-biriga gap tegizmaslik uchun qanchalik harakat betda bordi. Mana shu hislatlarni men o'zimda ham, Ma'rifjonda ham his qilganman. Iste'dodli tilshunos 2000-yilda til bobida benazir ijodkor Cho'lponning Kecha va kunduz romani til xususiyatlari bo'yicha jiddiy ish olib bordi. Mazluma Asqarova rahbarligida bu ishni tamomlaganmiz. Cho'lpon endi bitta Kecha va kunduzni badiiy til mahorati, yozuvchi qo'llagan o'ziga xos o'sha tasviriy vositalar, so'zlar, iboralar, bularni nima maqsadda qo'llagan, qanday qo'llagan, mexanizmlarni o'rganganingiz sari haligi asarga muhabbatingiz yana ham ortib boraveradi. Cho'lpon asarlarini o'sha topib qo'llagan so'zlarini tahlil qilayotganda Cho'lponni shunchaki bir yozuvchi emas, balki tilimizni ham nihoyatda teran biladigan, tilni haqiqiy imkoniyatlari xalq o'sha shevalarda saqlanib yotganligini yaxshi his qilgan va o'shalarni terib badiiy asarda qo'llash orqali tilimizni boyitish mumkinligi haqidagi o'sha qarashlarni sezganman. O'sha davr, o'sha boshlang'ich nuqta ma'nosida ham juda zo'r davrda jadid adabiyoti haqida qancha to'xtalsangiz, qancha yozsangiz tugamaydigan bir davr. Ular qisqa bir davr, lekin
ular juda katta narsaga ulgurishgan. Bundoq qarasangiz, qaysi yozuvchi shoirni qarasangiz, shevalardan to'plab olib kelyapti. Adabiy tilni o'sha standartlashuv nimasini yaratib beryapti, zaminni yaratib beryapti. Yozuvchisi ham, tilchisi ham hammasi bitta maqsad uchun shunday kurashyapti va hammasi buni badalini to'ladi. Biz hozir maza qilib adabiy tilimizni zo'r boy til deymiz, maza qilib gaplashamiz, xohlaganimizni yozamiz, lekin bu bugun o'zicha shunday bo'lib qolgan. Bu shu jadidlarni o'sha fitrat deysizmi, cho'lpon deysiz, qaysi birini sanasangiz ham bularning juda katta mehnati yotibdi. Marifjon Yo'ldoshev 27 yoshida fan nomzodi, 36 yoshida fan doktori bo'ldi. Marifjon Yo'ldoshev mana shu o'zbek tilshunosligida yangi bir qo'riqni ochdi. Yangi bir qo'riqki, bu badiiy matnning lingvopoetikasi, badiiy matnning lingvopoetik tahlili tarzida nomlanadi doktorlik dissertatsiyalari. O'sha paytlarda badiiy asarga uslubiy yondashuv yetakchi edi. Endi uslubda qaysi uslubga mansubligi haqida gapiriladi xolosda. Endi lingvopoetika degan yangi maqolalar chiqyapti o'sha paytda. Bizni qiziqtirgan narsa shu edi. O'zbek badiiy matnini lingvopoetik jihatdan ham til, ham adabiyot jihatidan poetikasini ochib beradigan shaklda doktorlik dissertatsiyasi qildik. Unda ham o'sha badiiy matnga qanday yondashish kerak. Shu so'zni yaxshi qo'llagan, bu so'zni yaxshi qo'llagan emas. Umuman badiiy asar zo'r deydigan bo'lsak, ana shu zo'rligi nimada? O'sha mohiyatga qarab nima qilishda intilish. Yoki bo'lsa, umuman matn degani ruschada tekst deydigan bo'lsak, tekstil degan so'z ham shundan aslida, o'sha to'qish bilan bog'liq. To'qiladi. Xo'p, to'qilayotganda demak, yaratilish emas, to'qilyapti. Matnning so'zini qarang. Shu demak bir necha ip olib kelinadi, bir narsa olib kelinadi va shular to'qiladi. Demak, matn bir necha parchalarni biriktirishdan paydo bo'ladigan bir o'ziga xos va g'arb tilshunoslari aytadiki, yangi gapni o'zi qolgani yo'q. Hammasi aytib bo'lindi. Faqatgina endi nima taqdim qilish tarzi haqida o'ylash kerak. Qay tarzda taqdim qilish kerak degan. Haqiqatan masalan sevgi haqida deysizmi, vatanga muhabbat haqida mavzular deyarli hammasi ishlab bo'lingan, gapirib bo'lingan, lekin hamma shoir o'zicha aytadi. Hamma xalq o'zining tilida o'zicha ifodalaydi. Lingvopoetikani asosiy maqsadi yozuvchi nega shu tarzda aytyapti? Nimani aytyapti emas, nega aynan shu tarzda aytyapti degan savol bilan badiiy asarga murojaat qilganda o'sha lingvopoetikani maqsadiga yetib borgan bo'ladi. Tilshunoslarni adabiyot bilan bog'liq ishlarni kuzatadigan bo'lsam, ularda tilshunoslikni qoidalari, nazariyalari beriladi-da, keyin misollarni masalan O'tkir Hoshimovdan yoki Odil Yoqubovdan olib qo'yib ketaveradi. Bu endi juda ham ilm deb aytish qiyin bo'lgan narsa-da. Demak, mana shu adabiyotshunoslik muammolari bilan tilshunoslikni bir uyg'unlikda ko'ra oladigan olimlar kerak va meni nazarimda Marifjon mana shu jihatlarni o'zida mujassamlashtira olgan bir inson, olim sifatida baholashimiz mumkin, baholaydigan bir inson. Badiiy adabiyot va til o'rtasidagi o'sha nimani bir integratsiyani, bir integrativ fanga, integrativ sohaga asos soldi Marifjon. Va bugungi kunda mana shu badiiy matn lingvopoetikasi bo'yicha juda ham katta bir maktab yaratildiki, o'zbek tilshunosligida hozir mana shu o'nlab, balki undan ko'p dissertatsiyalar yaratildi. Mana shu yo'sinda. Shuning uchun Marifjon Yo'ldoshev kim degan savolni ikkinchi nimasiga, endi uchinchisi bo'ldi menimcha, men o'sha Marifjon Yo'ldoshev o'zbek tilshunosligida o'z so'ziga va o'z yo'liga ega bo'lgan tilshunos sifatida ko'raman. Qoraqalpog'istondagi baxshilar festivalida yaqindan tanishdim, chunki xalqda bir gap borki, odam bevosita gaplashgan paytda emas, nima deydi, sayohatga chiqqanda bilinadi degandek, va Marifjonning ijodi bilan va uning qiziqishi bilan shu yerda yaqindan bildim deb ayta olaman. Marifjon faqat tilshunoslikning eng muhim dolzarb masalalari bilan shug'ullanayotgan olim sifatida emas, ayni paytda so'zga mas'uliyat bilan yondashuvchi bir ijodkor inson sifatida ham kashf qildi. Shu paytda qiziq voqea bo'ldiki, Marifjon o'sha Qoraqalpog'iston Savitskiy nomidagi muzeyning eksponatlarini ko'rib, u yerda nima deydi, shu paytgacha hech bir tadqiqotchining nazariga tushmagan qadimiy turkiy
O'rxun Yenisov yozuvlaridagi matnni ko'rib qolganligi va uni o'qishga kirishganligi va buni masalan maqola yozayotganligini aytdi. Shu masalaga u kishining nima deydi, diqqatining o'zi va Ma'rufjonning ijodiga, qiziqishlariga mening diqqatimni tortdiki, Ma'rufjon eng asolo 20-yillar tilshinoslari kabi faqat o'zbek tili masalalari bilan emas, bu o'zbek tili masalalarini umumturkiy kesimda olib o'rganish lozimligini his qilib va shu yo'nalishda ish olib borayotgan tilshunoslardan ekanligi meni quvontirdi. Izlanuvchan o'zbek tilshunosi Ma'rufjon Yo'ldoshevni 2010-yilda Turkiya Respublikasining Ege universitetiga ishga taklif qilishdi. U 2017-yilga qadar zamonaviy turkiy tillar va adabiyot kafedrasida o'zbek tili adabiyoti va tilshunosligi masalalari bo'yicha dars berdi. Izmirda biz dastlab talabalik paytimizda o'qigan universitetda professor Yavuz Akpınar degan adabiyotshunos domla bor. Turkiyada nihoyatda taniqli olim, adabiyotshunos odam. Bu Gaspiralar bo'yicha ko'p ishlagan nima. Ular men o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha dars ochmoqchiman, bo'lim ochmoqchiman. Kelmaysanmi deb yozib qo'ydim. Boraman dedim. Hech narsani o'ylamasdan boraman dedim. Keyin aprelda hujjatlarni bergan bo'lsam, sentyabrga chaqirdi. Butun nimalardan o'tib bo'ldi. Keyin bu yerdagi ishni ham qo'yib hammasini ketdim. Hammasini qarasak noldan boshlanadigan jarayon ekan. Chunki u yerda Ozarbayjon adabiyoti, Ozarbayjon tili o'tilgan ekan, undan oldinroq qirg'iz tili adabiyoti o'qilgan ekan, lekin o'zbek adabiyoti yo'q. Endi Chig'atoy sohasi deydilar, juda Chig'atoy adabiyoti bo'yicha ehtiyoj katta, til bo'yicha ehtiyoj katta, lekin mutaxassislar yo'q ekanda. Domlaning yonida turib o'sha yerda borganimdan birinchi o'sha magistratura bosqichida o'zbek tilshunosligi masalalari, doktoranturada lingvopoetika sohasi bo'yicha ma'ruzalar qildim. Keyin o'zbek tiliga, adabiyotiga qiziqish juda kuchli talabalar orasida. Darsdan keyin alohida gruppa ochib, 18 kishidan iborat tarjimonlar guruhi tashkil qildim. Endi Turkiyadagi universitetdagi domla bilan talabani orasidagi munosabat boshqacharoq. Masalan, talabalar domla bilan istagan shaklda gaplasha olmaydi-da. Bizda hali do'stday, aka-uka deb bo'lib ketamiz-ku birpasda. Ularda o'sha subordinatsiya juda yaxshi saqlanadi. Buni yaxshi yomon tomoni bor albatta, lekin bu yerda ham unaqa emasdi, bu yerda ham. Talabalar o'sha 18 kishilik gruppa bilan juda ko'p narsalar tarjima qilganmiz. Hikoyalar, she'rlar, ko'p materiallar tarjima qilganmiz. Hozir o'sha gruppa deyarli hammasi fan doktorlari bo'ldi. O'zbek tili, adabiyoti, qaysidir sohasi bo'yicha fan doktorlari bo'lib nima qilishyapti. Mana bittasiga mavzu bergandim. Behbudiyni Oyna jurnali bo'yicha. Mana hozir o'sha bo'yicha himoya qilib fan doktor sifatida ishlab yuribdi. Yana bittasi Xurshid Davron she'riyati bo'yicha. U ham himoya qilib doktor bo'lib, hozir Germaniyada dars beryapti. Shunaqa. Taniqli tilshunosning Turkiyada o'tgan yillari undagi yozuvchilik salohiyatini yuzaga chiqarishga ko'proq imkon berdi. Birinchidan vaqtni to'ldirish degan narsa. Kun dars soatlari masalan universitetda unaqa ko'p emas. Umuman Turkiyada universitetlarda professorlar unaqa ko'p dars bermaydi. Haftada 2 kun 4 soat dars bo'lgani shu. Va o'zi xohlagan soatga dars qo'yadi, nima qilmaydi unaqa. Juda qat'iy emas. Yuk kam. Endi undan qolgan payt to'ldirish kerak. Nima qilish kerak? Faqat o'qish emas, o'qigandan keyin yozish ham kerak. Keyin men bitta narsani o'yladim. Xo'p, biz bitta millatmiz. Turklar ham, biz ham. Lekin bular butunlay boshqa sharoitda, boshqa muhitda yashab shakllangan. Biz ham shunday. Bizdan farqi bor.
uni tushunish qanday bo'ladi? Uni shunchaki ha u ekan, bu tarzda ekan, bular mana buni bunday derkan deyish bilan emas. Yozayotganingizda, ular haqida yozayotganingizda siz haqiqiy ichiga kirib borasiz. Ana men birinchi o'sha mamduh degan narsani yozganimda shuni his qilganman. Ya'ni turk tafakkur, turk insonini qanday his qilish kerak, qanday tasavvur qilish kerak va hokazo. Keyin yozdimda buni bitta jurnalga jo'natdim. Shunda Husayn O'zbay degan cho'lponshunos olim bor, katta tilshunos. Ana shu o'zi yozuvchi ham. Shunga jo'natganimda buni kim yozdi dedi. Bu tarjimami dedi. Yo'q, tarjima emas, o'zim yozdim. Shunaqa desam, bu Ma'ruf Muhammad deb yozganman nimaga? Nimaga unda anaqa o'zingiz familiyangizni yozmadingiz? Endi bu badiiy asar bo'lgandan keyin nima ham bo'lish kerak? Tahallus bo'lish kerak. Nimagadir o'zimni nimamdan familiyamda yozishdan istihola qildim desam, yo'q dedi. Sizni o'sha Ma'ruf Yo'ldoshev degan o'zingizning nimangiz bor, ismingiz bor va shuni o'zini nimasi bor. Ana shundan foydalaningda nima qilmang dedi. Ma'ruf Yo'ldoshev deb beravering dedi. Men ham hikoya yozaman, she'r yozaman, asar yozaman, o'zimning ismimdan foydalanaman. Xo'p, bo'lmasa o'shani qo'ying. Asosiysi bo'ladimi, bo'lmaydimi dedim. Bu dedi, mana o'sha xati menda turadi hali ham. Anaqadan pochtadan yozgan. Men anchadan beri qilishni istagan narsani yozibsiz dedi. Ya'ni men o'zbeklarni yaxshi bilaman. O'zbekistonda ishlaganman, ko'p nima bo'lganman. O'zbek insoni haqida yozishni xohlayman. Lekin nimalar ip uchlarini topa olmayotgandim dedi. Siz tashqaridan meni insonimni kashf qilibsiz dedi. Shu men uchun juda ham muhim dedi. O'shaning uchun jurnalda beramiz dedi. Jurnalda chiqdi. Undan keyin bir necha jurnalda chiqdi. Mamduh aslida bir domla edi-da, yaxshi bilardim uni va u bilan suhbatlashib turgan paytimda qiziq narsalar gapirib bergan o'zi. U tog'li qishlog'idan. Ularda ism qo'yish an'anasi boshqacha, qiziq odatlari boshqalari, hamma ana shular gapirib berib o'tirardi. Shu gapirayotganda bilasizmi, ko'zimning oldida men bolalikda uzoqqa, yurtdan uzoqqa ketganimda haligi boshqa o'rtoqlarga qishlog'imda gapirib o'zim maza qilgan narsa ko'zimda oldida o'tardi. U ham gapirish imkonini berish kerak. O'zini qishlog'ini sog'inayotganda, ayniqsa sog'inayotgan odamga shunday imkon yaratish kerak deb o'ylardim. Gapirgan sari ko'zi porlardi-da. Shu bo'lmasa nima emas, yoshi katta odam, lekin shu juda ham tog'li qishloqdan, Suriyaning chegarasidagi qishloqdan bir yigit. O'shani nimalardan ta'sirlanib yozganman. Oldin o'zimiz yozuvchilarning asarlarini o'qiyotganda, masalan men o'qiyotganda shu yerni men yozsam mana shunday deb ketardim derdim-da. Nimaga chuqurroq kirmagan shu yer? Nimaga chala qoldirib ketgan? Men bo'lsam shunday derdim, lekin o'zim yoza olmasdim. Yozayotganda birinchi kim ko'z oldingizga keladi? Birinchi o'zingiz. Masalan, o'quvchi sifatida, kitobxon sifatida nima boshqasini asarini o'qiyotganingda shu yerda nimani ko'rishni xohlarding degan narsada qandaydir o'zi bilan o'zi suhbatga o'xshagan narsalar bo'ldi. Shuning uchun yozdim. Kimgadir ma'qul bo'lar, kimgadir ma'qul bo'lmas, lekin yozganda men o'zim maza qildim. O'zim yengilladim. Yaqinda bir o'sha rassom haqidagi hikoyasini o'qidim, rostdan hayratlandim. Shu Uvays Qaraniyni o'qidim. Uvays Qaraniy rostdan ham ta'sirli yozilgan. Umuman oladigan bo'lsak, bu asarni yozilishi, masalan, Ma'ruf mana shu O'zbekiston o'zining hududida qolib, bizga o'xshab o'qib o'rganganda ehtimol bu asarni yoza olmasdi. Va Uvays Qaraniyni biz Alisher Navoiyning tazkirasida, Jomiyning tazkirasida, boshqa tazkiralarda o'qiymiz. Ularda qisqa berilgan. Lekin masalaning mohiyati ana shu qisqa kichkina fiqralarda ochilgan. Ma'ruf buni bir katta hikoyaga aylantirgan. O'sha insonning qalbida kechayotgan bir kechinmalar va Rasulullohga muhabbatni bir juda ham bir poetik talqinlarda desak bo'ladi. Ana shunday bir talqinlarda ifodalab berishga muvaffaq bo'lgan. Yana bir asarni o'qidim yaqinda.
bu Shams va Mavlono degan asar. Biz o'sha Radi Fishning Jaloliddin Rumiysi orqali Rumiyni taniganmiz. Ana undan keyin bizga nima ma'naviy masnaviy keldi, ichingdagi ichingdadir keldi va boshqa asarlar yetib keldi va bular bizga Rumiyni tanishimizga juda katta imkon berdi. Va mana bu yerda mana shu asarni o'qiganda man o'sha Naynomani tahlili menga juda yoqdi. Ehtimol buni qaysidir manbalarda ko'rgandir, balki o'zini badiiy talqinlaridir. Lekin bu kitobxonni o'zini o'stirishiga, o'zini kamol toptirishiga yordam beradigan asar. Demak, bilasizmi, Ma'rufni mana shu badiiy asarlarda ham, ilmiy yoki adabiy asarlarda ham, adabiy ommabop asarlarida ham o'sha inson qalbini o'stirishga, o'sha dunyoni idrok qilishda, o'sha ruhini bir butun imkoniyatlarni ishga solishda bir o'ziga xos talqinlarga bir ranglar topganini ko'ramizda. Oldiga taqadigan farq u boshqa. Faqat rang ma'nosi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi Ma'rufjon Yo'ldoshevning tarjimalariga kelsak, bu borada uning e'tiborli ishlari juda ko'p. Ma'rufjon turk tilini juda ham yaxshi biladigan mutaxassislardan. U mutaxassis darajasida biladigan. Hatto shu universitetdagi boshqa olimlar e'tirofini ham eshitdim. Shu professor e'tirofini doktor Yilmaz O'zkaya degan yana bitta professor bor. Bularning e'tiroflarini eshitdim. Ular aytishdiki, Ma'rufjon turk tilini va badiiy turk tilini bizdan ham yaxshi biladi. Endi bu ozgina iltifot, ozgina yaxshi ko'rib aytilgan gap bo'lishi mumkin, lekin bunda ham albatta bir haqiqat bor. Chunki Turkiyada birinchi marta chop etilgan meni Bog'i Eram degan kitobimni tarjimoni shu Ma'rufjon Yo'ldoshev bo'ladi. 2014 yılında biz hocamızla tanıştık. Türkiye'deydi o zaman, henüz Özbekistan'a dönmemişti. Hocam beni aradı bir gün ve dedi ki, biz ikimiz de o zaman doçenttik. Dedi ki, hocam meşhur yazar İsa Can Sultan'ın hikayelerini çevirmek istiyoruz. Türkiye'de bastırmak istiyoruz. Bu konuda sizinle ortak çalışmak istiyoruz. Var mısınız bizim ekibimizde yer almak ister misiniz dedi. Ben de tabii Ma'rufcan Bey hakkında daha önce güzel şeyler duymuştum. Olumlu şeyler duymuştum. Bir de söz konusu İsa Can Eke olunca tabii çok meşhur bir yazar. Çok iyi biliyorum. Çok güçlü bir kalem. Heyecanlandım ve hemen kabul ettim. Tabii ki dedim hocam. Teşekkür ederim dedim. Böyle bir teklifle bana geldiğiniz için tabii ki kabul ederim. Üzerime ne düşerse ben de hazırım yapmaya. Dedi ki, hocam biz Hüseyin Akbaş diye bir arkadaş var İzmir'de. Onunla birlikte İsa Can Eken'in hikayelerini çeviriyoruz zaten bir taraftan. Siz editörlük yapar mısınız? Yani redaksiya yapar mısınız? Diğer ifadeyle musahih olur musunuz? Özbekçelerini ve Türkçelerini karşılaştırma zahmetinde bulunur musunuz diye rica ettiler. Ben de olur dedim ve gerçekten Ma'rufcan hocam olsun, Hüseyin Bey olsun, onlar çevirip gönderiyorlardı. Ben de Özbekçeleriyle Türkçelerini, metinlerin karşılaştırıyordum. Hatta hikayelerden bir tanesini de İsa Can Eke'nin kendisi çevirdiler ve 8 tane böyle uluslararası ödül almış hikayeleri bu bir kapak altında topladık, bir cilt halinde İrem Bağı ismiyle yayımladık. Şöyle gösterelim. Türkiye'de, Antalya'da bir yayın evi basıverdi bu hikayeleri ve basılır basılmaz da Türkiye'de gerçekten çok sevildi. Yani Ma'rufcan hocamız çok isabetli bir çalışmaya karar vermiş gerçekten. Mesela şu anda Türkiye'de ister internet ortamından isterseniz böyle kitapçıları dolaşarak arayın, bu kitabı bulamazsınız. Biz o'quvchilar Ege universitetida katta zal Isajon akani butun hikoyalarini biz tarjima qilishgan, o'qishgan, qiziq nimalarni suhbatlashishlardi. Shunda Isajon akani o'zlari aytdiki,
nimaga buni onayzorim desa bo'lmaydimi dedi. Yufqa yurakli ana deb tarjima qildi Ma'rufjon dedi. Shunda klassik adabiyotdagi domla aytdiki, bo'ladi dedi. Onayzorim desa ham bo'ladi dedi. Bor, klassik adabiyotda bor dedi. Keyin zamonaviy o'sha turk tilidan dars beradigan domla aytdiki, yo'q bo'lmaydi dedi. Yufqa yurakli onada dedi, o'sha shafqat ham bor dedi. Undan keyin zahmat ham bor dedi. Bir qanaqadir zalvor bor, uzoq bir nimalarda yashanmishliklar bor dedi. Uzoq boshdan o'tgan juda ko'p narsalar, qanaqadir ilg'amlar bor. Shuning uchun bu menga ma'qul dedi. O'zi men ham his qilgan narsam o'sha edi. Yufqa yurakli ona deganda bir mo'tabarlik bor, qandaydir shafqat, hokazo. Bu yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fazilatlar bor-da bunda. Shuning uchun menga yoqdi. Ma'rufjon ijtimoiy hayotda juda ham faollar. Men birinchi galda Ma'rufjonni mana shu biz turkiy xalqlar o'rtasida buzilib qolgan bir ko'prikning butlovchisi sifatida bilaman. Biz uzoq yillar mobaynida turkiy xalqlar, turkiy o'sha dunyodan bir qanaqadir uzilib qoldik. Buni hech kim inkor qila olmaydi va buni bugun biz baralla ayta olamiz. Ma'rufjon mana shu ko'prikni qanaqadir o'sha tiklash yo'lida juda ham katta jonbozlik ko'rsatayotgan bir shaxs, bir faol jamiyat a'zosi sifatida men aytishni istagan bo'lar edim. Tarjima men uchun yaxshi nima, maktab bo'ldi. Tarjima shoirlarni tarjima qilayotganimda menga aytishdiki, she'rni tarjima qilib bo'lmaydi dedi. Yo'q, to'g'ri, so'zma-so'z nima qilib bo'lmaydi, tarjima qilib bo'lmaydi. Lekin senda qoldirgan izlarni, seni hissiyotlaringni tarjima qilish mumkin. Masalan, hali nimani Eshik degan she'ri, Xayol Rizoni. Shuni so'zma-so'z qilsak bo'laveradi, lekin ba'zi joylarda so'zma-so'z qilgim kelmadi. Nimaga? Chunki o'sha she'rni o'qiyotgan paytimda menda boshqacha bir nima paydo qildi, holat. Ana shu holatni berdim. Ya'ni she'rni umumiy strukturasi, mazmuni yo'qolmadi, lekin hissiyot bir o'zbek his qilgandek nima qilindi-da. Salom, zangor eshik. Salom, oq eshik. Qadim temirlardan qadimroq eshik. Qizili desangiz sarig'i ham bor. Ertadan umidvor, kutgani ham bor. Yiqilgan, to'kilgan xarobazorda xasta bemajol yotgani ham bor. Salom, bag'ri but eshik. Salom, tul eshik. Salom, og'a eshik. Salom, qul eshik. Tashlasang befoyda, sotsang pul eshik. Salom, hayot eshik. Salom, yo'l eshik. Salom, xon darvoza. Salom, yon eshik. Nazardan, fitnadan qo'rigay tetik. Gardani taqali, taqador eshik. Salom, 39. Salom, 40 eshik. Salom, suyanmoqdan uniqqan eshik. Har kun ming tepkiga chidagan quldek. Sabrli, bardoshli, miskin eshik. Salom, ezgu eshik. Salom, yot eshik. Salom, zangdor eshik. Hashamdor eshik. Salom, oltin eshik. Salom, mis eshik. Qora eshik salom, ovvora eshik. Salom, xarob eshik. Yap yangi eshik. Salom,
uysiz eshik eng yaxshi eshik. Ma'rifjonni yana tinib tinchimasligi ana o'sha lug'atchilik borasida ham faol bir ish olib borayotgan olim deb bemalol aytishimiz mumkin. Mana o'sha Ozarbayjon o'zbekcha lug'atlarni bir necha lug'atlarni tuzib o'sha paytda bizga ham olib kelib ko'rsatuvdi. Ozarbayjonga o'sha xizmat safariga borganda u joylarda mana shu lug'atlarni taqdimot qilib keldi. Bu ham o'sha tinib tinchmaslikdan. Ma'rifjon Yo'ldoshevning yana bitta qilgan ishi bor. Bu Farg'ona vodiysi Buvayda laqchasida ishlatiladigan sheva so'zlarini bir kitobcha qilib chiqardi. Bu ham bir aslida bir fidokorona bir ish desak bo'ladi, chunki buni hammasini o'zini hisobidan, o'zini mablag'i hisobiga va bu tadqiqotlarni hammasini ham shu o'z imkoniyatlari doirasida amalga oshirdi. Lekin shevashunoslik sohamizga bitta kichik bir hissa bo'lib qo'shildi. Boshqa olimlarimiz ham agar shunday an'anani davom ettirsa edi, bizda bugungi kunda anchagina oqsab turgan mana shu yo'nalishimiz o'z-o'zidan butlanib qolardi. O'z-o'zidan katta bir xazinaga ega bo'lib qolardik. Va yaxshi ham o'shanda to'g'ri qaror qilgan ekanman deyman. Dadam bilan ham qishda bir oyga kelib dam olib ketishadi bizga. Shunda kelishganda ular gaplashib o'tirishadi-ku. Men uzoq tashqaridan qarab o'tiramanda, ular gapirayotganda bilasizmi? O'lik tirikka ajratishmaydi. Falonchi bor-ku, pistonchini pistonchisi, falonchini amakisi, pistonchini hammasi haqida gapiradi. U qishloq, bu qishloq, butun atrof haqida gapiradi. Aytayotgan odamlarni ko'p o'tib ketgan, men tanimayman. Bularni dunyosiga men hali begona bo'lib boryapman-da qarasam. Ana shu narsa meni kuzatib turdimda, nafaqat ular aytayotgan odamlar, balki aytayotgan so'zlar ham menga begona tuyulishni boshladi. Dahshat. Shunda adabiy til qilib biz demak o'zimizni juda betakror shevamizni demak unutayotgan ekanmiz. Endi meni bolalarimga bu sheva begona, boshqacha nima qilinadi, eshitiladi, kulgili tuyuladi. Ana shunday bo'lmasligi uchun men ular bilan o'tirib suhbatlardan har bir so'zlarni yozib oldim. Keyin jamlasam bir kitob bo'ladigan ekan. Shuning uchun Buvayda shevasidan, aslida sheva Buvayda dedik-ku, aslida otam bilan onamni suhbatidan yozib olingan so'zlarda bu. Mana endi har o'qiganda aytaman, o'sha ko'zimda har bitta so'z, misol uchun endi bu yerga keyinchalik o'sha shevadagi o'zimiz topgan nimalar ham kiritilgan-ku. Shu so'z qanday talaffuz qilayotganlari ko'zimda oldida, qayerda o'tirib qanday tarzda suhbatlashayotganlari ko'zimda oldida. Mana o'zim rahmatli o'tib ketganlaridan keyin endi bu menga chiroyli yodgorlik bo'ldi-da. Hozir yonimda doim kichkinagina daftarcha olib yuraman. Eslaganda maza qiladigan so'zlarimiz bor ekan. Endi oldin qishloqda qaysidir manzaralarni eslab, xotirada eslab bir maza qilsak, endi o'sha so'zlarni eslab maza qilar ekanmiz-da. Men o'sha so'zlarni yozib boraman. O'sha iboralar, maqol, matallarni yozib boraman. Buni kengaytiraman. Bir hozir menimcha shunaqa jarayon ham boshlandi o'z tilshunoslar orasida. Har kim o'zi bilgan lug'atni, o'zi bilgan, o'ziga yaqin bo'lgan so'zlarni yig'ib lug'at qilib chiqaraversin. Shunda bir o'zbek xalqining katta bir nimasi, xazinasi o'rtaga chiqadi. Filologiya fanlari doktori professor Ma'rifjon Yo'ldoshev Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari, Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Malayziya, Hindiston, Afg'oniston kabi davlatlarda o'tkazilgan ilmiy anjumanlarda ishtirok etgan. Uning ilmiy rahbarligida o'ndan ortiq tadqiqotchi fanning dolzarb masalalarga bag'ishlangan dissertatsiyalarini muvaffaqiyatli himoya qilgan. O'zim o'qitgan maktab bilan universitetda parallel ishlagan paytlarimda birinchi partada o'tiradigan Zuhraxon qizim, qarang taqdirni-da, yaxshi ko'rib o'qitgan qizlarimdan bittasi Zuhraxonni keyinchalik turmush o'rtog'i bo'lib qolishini o'zi hamchi chiroyli bir holatda endi. Hech odam kutmagan narsalar. Meni ayolim ham olim odamning qizi. Ularda shu muhit bo'lgan, shu muhitda katta bo'lgan. Agar men nimadir yozayotgan bo'lsam,
farzandlar kichkinaligida jim bo'l, dadang nimadir yozyapti, jim bo'l, dadangga xalaqit qilma degan narsa doim sharoit yaratib berish va shu ortiqcha muammolar bilan bizni chalg'itishga, nimaga xalaqit berishga hech ham yo'l qo'ymaganda. Shuning uchun men juda ham minnatdorman. Zuhra o'zi nima desam, men bir narsa yozishni boshlaganda albatta butun sharoitni qilib farzandlarga ham nima qilib qo'yadi, tayinlab qo'yadiki, chalg'itmasin. Men aslida bundan ham xijolat bo'laman. Nimaga? Mana shunday sharoit, mana shunday nima bo'lyapti, men yaxshiroq narsa qilishim kerak, yaxshiroq narsa yozishim kerak degan. Biz uyda ishlashimiz, aytaylik, kitob o'qishimiz, shuni tahlil qilish, bir narsalar haqida gapirgan paytimizda, demak, bolalarning ham quloqiga tushar ekanda o'zi. Qizim Muslima hozir yaponshunos bo'lish arafasida, shu demak yapon filologiyasida o'qidi. O'g'lim endi iqtisod bo'yicha ketdi. Qarasa hammamiz filolog. Biroz farqli bo'lsin degan ma'noda u ko'proq shunaqa aniq fanlarga qiziqdi. Matematikaga juda ham qiziqdi, jiddiy o'qidi. Lekin yaxshi tarjimon ham bo'ldi. Yaqinda bir kitobi chiqadi, jiddiy bir nima, o'zbek tilidan turk tiliga tarjima qildi. Turk tilini juda ham yaxshi o'rgandi. Tarjima sirlarini doim o'sha nima qilib turadi, suhbatlashib turadi. Shu so'zni o'rniga shuni qanday qilsam bo'ladi degan. Ya'ni o'zbek tilidan turk tiliga tarjimani boshladi u. Kichkina qizim hali o'zini nimalarini belgilab olgani yo'q. Kim bo'ladi kelajakda? Bir rassom bo'laman deydi, rasmlar chizadi, bir dizayner bo'laman deydi, boshqa bir tilshunos bo'laman deydi. Xullas, hozir o'rni emas shunaqa tanlov jarayonida. Men bizni farzandlarda ham o'sha nimani sezdim. Ko'p kitob o'qiladigan, masalan, shu kitoblar bilan hashr nashr bo'ladigan joyda oilalardagi farzandlarda ham bir o'zi ichki xotirjamlik bo'lar ekan. Shu ularda ham ortiqcha nimalari yo'q. Shu sokin va qilayotgan ishidan bir huzur tuyadigan va ko'p shukur qiladigan ana shunday farzandlar bo'lar ekan deb o'yladim. Oilada har doim oilaviy o'tirib suhbatlashgan paytlarimizda doim dadam bilan ilm to'g'risida gaplashish har doim bizga qiziq bo'lgan. Dadam shunaqa bir jonli ensiklopediyalarki, har qanaqa savolimiz bo'lsa, ukam, singlim, kitobdan oldin birinchi dadamga murojaat qilamiz. Dadam har doim har bitta savolimizga to'liq, tushunarli qilib har doim javob topib berganlar. Shu sababli bizda ham ilmga bo'lgan munosabat, ilmga bo'lgan ishtiyoq uyg'ongan va dadamning izidan ketishni maqsad qildik. Ustozlar ham bebaho kitobga, xazinaga o'xshaydi. Doim undan o'sha inson o'ziga kerakli narsani, foydali narsani olishga harakat qiladi. Shu ma'noda ustoz Ma'ruf aka ham o'z shogirdlari uchun, o'z o'quvchilari uchun doim o'zining beminnat maslahatini, beminnat xizmatini ayamay kelayotgan ajoyib ustozlardan biri deb bilamiz va ustozdan bundan keyin ham o'zbek tili uchun, o'zbek adabiyoti uchun doim o'sha jon kuydiruvchi bir fidoyi inson bo'lib qolishini va biz shogirdlari uchun ham doim o'sha to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi inson sifatida qolishini va o'sha ustozda bundan keyin ham o'sha doimiy ko'rib kelganimiz samimiylik bo'lishini xohlaymiz. Har bitta odamni hayotida o'sha yaxshi yomon kunlar bo'ladi tabiiy. Va bularni tabiiy qabul qilsangiz, u narsalarda siz ko'p ham aziyat chekmaysizda. Men shunaqa deb o'ylayman. Shu har bir kunni o'zi bir hikmat, bir sinov. Bugun boshlangan kunimiz qanday hikmatlarni ko'rsatadi-yu, qanday sinovlardan bizni o'tkazadi. Va shularni faqat nima bilan? Shukur, kuchimiz yetmaydigan bir sinov bermasin degan bir nima bilan, ishonch bilan yashab kelyapmiz. Endi hayot deganlari menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Men juda ortiqcha ko'p narsa talab qilmayman. Ko'p hech ham ortiqcha narsalarga, qanaqadir hashamlar, qanaqadir nimalarga ko'p ham ishtiyoqim yo'q. Ko'proq o'sha ichki huzur qidiraman.
to'g'ri topolmaydigan, o'sha huzurimni meni muvozanatdan chiqaradigan holatlar ko'p bo'lgan, lekin shularni ham sokinroq o'tkazishga harakat qilaman. Men o'zimni hayotimdan juda ham mamnunman. Hech ham afsuslanadigan nima qilmadim. Birovni dilini og'ritib, birovni nima, agar bilmayman, o'zimcha shunaqa deyman, balki og'riganlar bordir, lekin qancha shukur qilsangiz, ichida qalbda bir qandaydir yorug'lik paydo qiladi. Men shunga ishonaman. Ko'p iddaoda bo'lmayman, ko'p narsa talab qilmayman. Ana shu narsa yashashga umid beradi. Har kundan bir yangi narsa umid qilasiz, qandaydir nima, bir yorug'lik, bir chiroyli narsalarni orzu qilasiz. Men ilmda ham, ijodda ham katta muvaffaqiyatga erishgan odam sifatida hech ham o'zimni nima qilmayman. Lekin men o'zimni qilayotgan ishlarimdan o'zim maza qilaman. Sen yozsam yengillayman, yozsam maza qilaman. Shu yozuvchi sifatida, u sifatida, bu sifatida o'zimdaligi nima qilish hech ham unga ehtiyojim ham yo'q, unga iddaoim ham yo'q. Tilshunos sifatida ham qilinayotgan ishlar boshqalarga agar shu ish qanday bo'ldi deydigan bo'lsa, qo'lidan kelganini eng yaxshisini qilgan bo'lsa kerak deyman. Undan yaxshisini o'sha qo'ldan yaxshi ish keladigan odamlar qilaveradi. Men ham nimaiki qilgan bo'lsam, faqat qo'limdan kelganini qildim xolos. Qo'limdan ortig'ini qilayotganim yo'q. Zo'r yozuvchilarimiz bor, zo'r tilshunoslarimiz, katta tafakkur egalari bor. Ularga havas qilamiz, ular millatning boyligi. Жаңа tilagim hamisha sog' salomat bo'lsin. Birinchi o'rinda sog'liq, umri uzoq bo'lsin. Umr bo'lsa, sog'liq bo'lsa, hamma yoqni ko'radi. Hamisha omadini bersin ishlarida, el ichida aziz qilsin. Alloh aziz qilgan odamni bandasi xor qila olmaydi. Hamisha aziz bo'lsin ilohim. Bundan bag'ayam.